hurmatli kanalimizda Instagramda, Telegramda kuzatib turamiz. Sizlarga bugun Training apparat haqida konditer do'stimiz qo'shimcha ma'lumot berib o'tadi. Assalomu alaykum hammaga. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan Training ishlab chiqarish uskunasi qisqacha obzorni qilib beramiz. Ko'pchilik savol berishadi. Buni olganimizdan keyin qanaqa nastroyga qilamiz, nachinkasini necha gram qilamiz, xamirini qanaqa necha gram qilib uzamiz deyishadi. O'shanga hozir shu video orqali hozir hammaga bitta qilib tushuntirib o'tamiz. Hop, bu bunkerimiz, nachinka quyib berish bunkeri, ya'ni nachinka solish bunkeri. Xo'p, bu apparatda faqatgina termostoyka bo'lgan, ya'ni pechkaga qo'ygan paytda o'z xususiyatini yo'qotmaydigan termostoyka nachinka ishlatish shart. Bu apparatda nachinkali qilib chiqarish uchun. Xo'p, bizda hozir nachinka yo'qligi sababli nachinka solmaymiz, ya'ni buni ishlatmaymiz nachinka bunkerini. Xo'p, bu tabloda birinchisi nachinka uchun gramaj, kerakli gramaj tanlovsi bo'ladi. Ikkinchisi bu xamirimizni, ya'ni bunkerimizni harakatga keltiradigan tablomiz, kerakli gramni, ya'ni kerakli tezlikni mana shu yerdan nastroyga qilib olinsa bo'ladi. Oxirgi uchinchisi esa buni reska bilan lentani harakatga keltiradigan tablomiz. Xo'p, endi hozir yoqib polni ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nachinkasini yoqmaymiz, sababi nachinkamiz yo'q hozir. Xamirimizni yoqdik. Reskamizda nachinkamiz yo'q. Uzib beradigan, ya'ni kesib beradigan reskamiz hozir bog' tezligida turibdi, ya'ni 60 ta turibdi. Piyolarni ko'rsatdik. Xamirimizni mana harakatga keltiradigani 15 ta turibdi. Bu reskamizga 60 ta turibdi. Shunaqa holatda ishlanaveradi.